Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Amsterdamda Sharq Turkiston masalasi muhokama yig'ini ochildi. Yolg'iz kishilik namoyishchi Abdurimjon Gollandiya dam maydonida ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyati o'tkazdi. Xitoyning Sharq Turkistondagi qonliq bostirish to'g'risidagi muhim hujjatlar oshkorlandi. Sog'lomlik haqida savol. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. İstiqlal televiziyasining xabariga asoslanganda 16 noyabr Amsterdamda Sharq Turkiston masalasi muhokama yig'ini ochildi. Muhokama yig'inini Gollandiya Türk İslam Kültür Cemiyetlari birlashmasi, Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati birlikda tashkilladi. Yig'inga Turkiya Cumhuriyetining Amsterdamda turishliq muavin bosh konsuli, diniy islom maslahatchisi, Amsterdam vakillari, siyosiy partiya va tashkilotlarning vakillari, bir turkum turk xalqi, shundaqla Uyg'ur tashkilot rahbarlaridan Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqin Aysa, muavin raisi doktor Erkin Akram qatorliqlar ishtirok qildi. Muhokama yig'inida Hidoyatullo O'g'izxon, Dolqin Aysa va doktor Erkin Akram qatorliqlar ayrim holda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish qilmishlarini, Sharq Turkiston davosining hozirgi ahvolini muhokama sifatida umumlashtirib o'tirg'i qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda bugun 18 noyabr Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Sharq Turkiston informatsion markazi raisi hurmatli Abdulil Qarqash apandimni ziyorat qildi. O'g'izxon bu to'g'riliq Facebook sahifasida Qarqash apandim hayotini Sharq Turkiston davosiga beg'ishlagan, informatsion markazi va media ishlarini tunji bo'lib boshlatgan. Hozir ham bu xizmatlarni davomlashtirib kelyapti. Bu munosabat bilan xizmatlarini tabriklash va rahmat etish maqsadida Germaniyaga ziyoratga keldik degan so'zlar bilan ifodaladi. On 16 aydan beri Gollandiya poytaxti Amsterdamning dam maydonida yolg'iz kishilik namoyish orqali Uyg'ur vaziyatini anglitib kelayotgan Abdurim G'ani 16 noyabr kuni mazkur maydonda yana Uyg'ur tarixidagi 1933-yili va 1944-yili qurilgan ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyati o'tkazdi. Hamda Uyg'urcha va gollandcha nutq so'zlagan bo'lib, yana Uyg'ur tarjimonlar orqali naq maydonda ingliz tarjima qilindi. Abdurim G'ani nutqida Uyg'ur tarixidagi ikki jumhuriyatning qurilishi va keyin qanday sharoitda oxirlashganligiga oid tarixiy saboqlarni eslatib, Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy bostirish vaziyatini dunyoga anglatish va xalqaroning diqqatini qo'zg'ab, Uyg'ur masalasiga qarata amaliy tadbir oladigan vaziyatni yaratishning har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmaydigan vazifasi ekanligini ta'kidladi. Abdurim G'ani 2 oydan buyon jiddiy tayyorlik qilish orqali Uyg'ur tarixidagi ikki jumhuriyatga oid tarixiy material rasmlarni yig'ib, tafsiliy tushuntirish berilgan 2 dona cho'ng lozung tayyorlab, ilgari o'zining yolg'iz kishilik namoyishi jarayonida ishlatib kelayotgan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqidagi tashviqot taxtalarining mazmun doirasini texnik kengaytib, marosim qatnashgan har qanday bir kishining Uyg'ur tarixi, Uyg'urlarning navbatdagi siyosiy vaziyati va Uyg'ur madaniyati haqida umumyuzlik bir tushunchaga ega qilgan. Shundaqla Gollandiya va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning qo'llashiga erishgan. Gollandiyadagi Uyg'ur jamoati faoliyatdagi Uyg'urcha taomlarni hozirlash, Uyg'ur madaniyat buyumlarini tayyorlash ishlariga yordamlashgan bo'lsa, boshqa davlatlardagi Uyg'urlar Abdurim G'anini do'p qatorliq Uyg'urlar madaniyatini aks ettiradigan xotira buyumlar bilan ta'minlagan. Mazkur faoliyatga Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim ishtirok qilgan bo'lib, Abdurim G'anining 16 oydan buyon davomlashtirib kelayotgan yolg'iz kishilik namoyishiga yuqori baho berish bilan birlikda uning dunyoning muhim sayohat markazi bo'lgan Amsterdamning dam maydonida o'tkazgan ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyatining Uyg'urlar vaziyatini anglitishga o'ynagan roli va ahamiyatining nihoyat unumli bo'lganligini ta'kidladi. On 16 noyabr kuni Nyu-York vaqt gazeti Qilchirayim shafqat qilmaslik oshkorlangan hujjatlar Xitoyning musulmonlarni keng ko'lamda tutib solashni qanday o'rlashtirganini isbotladi nomli uzun maqola e'lon qilgan. 403 betlik ikki qismdagi hujjat Xitoyning Sharq Turkistondagi tutib solash programmasini qanday boshlaganligi va kengaytganligi, necha millionlagan musulmonlarning keng ko'lamli tutib turish o'rinlarida qamalganligi, behuda kollektiv o'ldirilganligi, Uyg'urlar qo'llangan butun rezil qilmishlari dalil isbotlar orqali tafsili oshkorlangan. Bu materiallarni yo'riqlikqa chiqargan nomsiz odam Xitoy siyosiy tuzilmasi ichidagi bir aylan bo'lib, 403 betlik materiallarning 200 betga yaqini Xi Jinping, Qin Chuango va siyosiy qonun komitetining sekretari Ju Xaylunning so'zlari bo'lib, 150 betdan ortiq mazmun musulmon xalqini qanday kontrol qilish to'g'risidagi buyruq va yo'l yo'riqlarga oid mazmunlar va yerlik hukumatning qanday ijro qilganligi, Sharq Turkistonning sahro yezlarida Uyg'urlarni kollektiv o'ldirib yo'qotganligi, erlar tutilib ketgan uylarga Xitoy erlarining so'qinib kirib, xotin qizlarimizga buzg'unchilik qilmishlari va boshqa chekdan oshgan qilmishlari tafsili yozilgan. 2014-yili Xi Jinping Sharq Turkistonga xizmat tekshirib olganda diktator organlar orqali butun kuchi bilan 3 xil kuchga zarba berishga va qilchirayim shafqat qilmaslikka buyruq berib, xalqaro jamiyatning o'zlariga bo'lgan ko'z qarashlarga, tanqidlarga, besimlarga pisand qilmaslikni talab qilgan.
Çinchuangu 2016-yılı Şərq Türkistonga ötkilib borgandan keyin Xi Jinpingning so'zini qayta tarqitib, hukm talqon qilib, yo'qotish hujumi qo'zg'ashga chaqiriq qilib, mujmal bo'lgan tutishga tegishli har bir odamni tutish buyruq tushirgan. Vitamin D vitamin bo'lib qolmay, hormonlik xususiyatiga ega. Badanda hormonlik rolini o'ynaydi. Vitamin D badandagi kalsiy va fosfatni mudofaa qiladi. Agar badanda vitamin D kamaysa, badan kalsiyni sumirolmaydi. Börekler suydik yo'l orqali badandagi kalsiyni sirtqa chiqarib yetadi. Shundaqla cho'ng tarat orqali ham badandan kalsiy chiqib ketadi. Vitamin D kamchilik sababli bo'g'im og'riqi, badan og'riqi, so'ngak og'riqi, horg'inlik, jonsizlik qatorliq salbiy ahvollar vujudga keladi. Vitamin D kamchilik sababli so'ngak shalanglashish, so'ngaklar ojiz, churik bo'lish va o'ng'ayli sunib ketish ahvollari ko'riladi. Vitamin D to'liqlashning eng tabiiy yo'li kunga qoqlanishdir. Ozuqluqshunos olim İbrahim Saraç o'g'li vitamin D to'liqlashning eng unumli yo'li haqida mundaq ma'lumot bergan. 7-8 tal yoki uningdan ko'proq gumbi madakni tangi shaklli qilib inchik to'g'raysiz. Ondan uni ligan, patmus qatorliq tuz va takshi narsaga qo'yib, kun nuriga 20 minut qoqlaysiz. Diqqat qiladigan nuqta: quyoshga bevosita qoqlanish kerak. Deriza qatorliqlarning orqasidan qoqlatilsa, ko'zlagan unumga yetkili bo'lmaydi. Kun nuri qoqlab 10 minut bo'lganda to'g'ralgan mantarlarning kun tegmagan yuzini ustiga qilib o'raysiz. Vaqt o'tgandan keyin kunga qoqlangan bu gumbi madaklarni suyqash, sho'rpa qatorliq suyuq taomlarga solasiz. Boshqa tomoqlar selib iste'mol qilishga bo'ladi. Har kuni mushkil usulda qilib, buni bir oy davomlashtirasiz. Kun nuri ko'rish imkoniyati bo'lmagan kishilarga bu usul nihoyat unum beradi. Saraç o'g'li bayon qilgan vitamin D haqidagi boshqa ma'lumotlar: rak kasalliklarining oldini oladi, qon shakarini tamponlashtiradi. Vitamin D yumaloq bosh gumbi madakdan sirt, yaproqliq gumbi madakda mavjud. Ammo boshqa hech bir o'simlikda mavjud emas. Shundaqla mantardan D vitamini qabul qilishdagi shart boshda uni kunga qoqlab, ondan iste'mol qilishdir. Ozuqluqshunos Canan Karataydan vitamin D haqida ba'zi ma'lumotlar. Vitamin D badanimizdagi hujayralarimizni kuchayishi uchun, kasalliklarga qarshi tura olishimiz uchun, badanimizning chidamchanligini oshirish uchun intayin muhim hormon. Badanida vitamin D yetarli darajada bo'lganlar qishda og'rib qolmaydi. Vitamin D immunitet kuchini oshiradi, muskul sistemasini kuchaytiradi, jinsiy hormonlarni kuchaytiradi. Vitamin D hammadan bak homildor ayollar va yangi tug'ilgan bovoqlar uchun intayin muhim. Homildorlardagi holsizlanish vitamin D ning badanda ozligidan bo'ladi. Vitamin D kamchilik sababli bovoqlarda seriqlik bo'ladi. Tush vaqtidagi soyingiz eng qisqargan payt dal kun nurining eng foydali vaqtidir. Bu paytda badan a'zolaringizni kunga qoqlasangiz, badaningiz 20 minutda 20 ming birlik vitamin D ishlab chiqaradi. Kun nuri to'sqichi maylar buningga to'salg'i bo'ladi. Quyoshning tikligi qancha to'van bo'lsa, u xil quyosh ostidagi badanning vitamin D ishlab chiqarishi ham shuncha to'van bo'ladi. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.